Mol. Uyda shuncha ishtir futbolga ketib qolgan bu. Borma dedim shu futbolga. Bor kuching bilan tep. Davay. O'ldiraman bu. Ha? Assalomu alaykum. Abdulaziz bormi? Yo'q Abdulaziz. Ana turibdi-ku. Hozir kelibdi-da derazadan kirgan. Sizlar 6-qavatda turasizlar-ku. Ey, yo'qol, bormaydi hech qayerga. O'z ayol qilib. Endi nima qilamiz? Futbol o'ynamaymizmi? Yo'q, Sardorda ko'p to'g'on olamiz. Ket. Qayerga ketyapsan? Futbolga? Yana futbolmi? Men aytdim-ku senga futbolga borma, shu jo'ralarga qo'shilma dedim. Men aytayapman, bormaysan hech qayerga. Ayam ruxsat berdi. Ertaroq qayt. Xudo bilasiradi. Bir kun shunaqa bo'lishini bildim. Mana doktor, mana oyoq bilmayman, qayda singan, men bersinganmi? Kim bilay? Mana qarang, ishlamaydi. Mana u ishlamaydi. Men oxirgi marta aytayapman, yana bir marta futbol o'ynasang, meni qaytib ota dema. Bu qayerda yuribsan? Bugun 9 bilan muhim futbolimiz bor. Borasanmi? Yana bir marta futbolga borsang, meni qaytib ota dema. Bo'pti, Shodiyor aka, kechroq kelaman. Onangni emgir. Let's go, la la la. Bichamador. O'g'lim Rossiyaga borib soqqani qilib yig'inib kelsang, men senga onasi o'tmagan qizni olib beraman. Onasi o'tmagan nima qilaman? Bilmasam men nima qilasan? Bo'pti, uylantirsangiz bo'ldi, dada, men ketdim. Pul topib nima o'zi? Soqqa der ekan, soqqadir. Привет, Mamul, men keldim. Qachon to'y endi bu yog'i? Qanaqa to'y? Sen to'y uchun yuborgan pullarni ana mahallamiz opin budjetda yutkazib qo'ydi. O'shanga asfalt qildirib yubordik. Yo, noto'g'ri tushunma. Otang ham shu istiri. Sen asfalt qilib berganing uchun rais senga qizini berar ekan. Uni bolasi bor-ku. Nima qilibdi? Nima qilibdi? Bolasi bo'lsa, zo'r qilib 1 yil ishlab kelsang, men seni rais qizga uylantiraman, raisning qizi. Mayli, men ketdim, ishlab kelib uylantirsangiz bo'ldi, dada. Bo'pti. O'g'lim ruscha o'rganib, meni Mamul deyapti. Yo. Kim sen rais qizga uylanyapti? 30 ga kirib chiqib ketuvdim ha. Ha, nima bo'ldi, dada? Ana rais qizi eri bilan yarashmayapti. Endi kimga uylanaman? Yo, otang shu istiri, otang. Sen yuborgan pullar yig'dimda hokimga haq berib yaxshi bo'ldim. Hokim senga qizini berar ekan. Hokim qayerda? Rais qayerda? Hokim qayerda? Rais qayerda? Hokim qayerda? Rais qayerda? O'g'lim qayerda? Yaxshi vaqtga. Instagramdan nikim o'zgartiraman. Mashinnik ota deb. Ya. O'g'lim chiqdi. O'g'lim, hokimning qizi admin, orqaga qayt. Bo'ldi, o'g'lim kelsa bir umrlik orzuni amalga oshiraman. Uylantiraman. Assalomu alaykum. O'g'lim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'g'lim, to'g'risini aytaymi, bo'ldi, uylantiraman. Hech qayerga bormaysan. Nima deysan shunga? Ularga pul berish kerakmi? Nima ketmayapti bular? Yo'q, endi uylantirishingiz shart emas. Tanishing, keliniz, nabirangiz. Ha, kelin maqsad. Shunda Rossiyaga bormaysanmi? Boraman, pul topishim kerak-ku. Ana pulni kim yig'adi? Siz? Unda kelin, добрый пожалуйста. Хорошо, все будет хорошо, все будет. Bor yo'qol. Vobshe ko'zimga ko'rinmalar. Endi student deb xo'rlaverasizmi? Ha. Xo'rlash haqida vobshe gapirmalaring. Uyda xo'rlab tashlabsanlar-ku. 4 kishi turaman degandik. 14 kishi turibsanlar. Bor yo'qol ko'zimga ko'rinma. Uyingiz o'zingizga buyursin. Toshkent to'la uy. Bitta qo'lim silkitsam, uy topiladi. Yo, bu qo'lim singanda, men buni istaqilaman. Yo, oldin o'xshardi. Oyog'ing bilan qilsang ham bo'lmayapti-ku. Topish kerak kvartira. Qaydan topamiz? Bolla. Men qaranglar. Zo'r kvartira topdim. Qichchig'ida. Ana! Davay! Mana foydasi bor men buni. Xullas mana shu bir xonali. O'z necha kishi turasizlar? 3 kishi. 4 kishilar. Ya, men bu bola begona, turmaydi, ketadi. Kvartiraning yarim pulini shu beryapti-ku. Kim umuman pul bermayapti? Sen 4 kishi turar ekanmiz. Ha, yaxshi. Bo'pti, yaxshi o'tirlaring. Men kelib tekshirib turaman. Bo'pti. Bugun futbol bor ekan, bolalar bora. Nima qilyapsizlar?
Sessiyaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kurs ishi, referat, mustaqil ish hammasini yozish kerak. Kim aytadi sizlar 21-asr bolalar deb? Ana Prezi AI botdan foydalaninglar. Kurs ishi, referat, mustaqil ish hammasini sun'iy intellekt yordamida 1 daqiqada qilib beradi. Tekinmi? Birinchisiga mutlaqo bepul. Lekin shuni unutmanglar, yaxshi narsa hech qachon tekin bo'lmaydi. Professional ishlarni 2000 so'mdan 20000 so'mgacha qildirsanglar bo'ladi. To'lovni klik yoki любой turdagi kartalardan to'lov qilsanglar bo'ladi. Hozirgacha 27 mingdan ortiq odam ishlatyapti shu botni, lekin sizlar bilmaysizlar. Shundan qilasizlar hamma ishlarni. Yuringlar, ketib futbolga boramiz endi. Go'mi? To'xtanglar. Uydiga kelib qolib, shuncha bolani ko'rib, biz uydan haydab yubormaydimi? Sen bormaysan. Qolganlar ketdik. Zo'r qildilar mana. Bu tayyorgarlik nimaga bu? Ertaga ustozim tug'ilgan kuni bir bayram qilib beraylik. Bolalar kvartirangiz kelyapti ekan, nima qilamiz? Bu To'rt kishi turgani yo'q, hozir mazasini qochiraman. Assalomu alaykum aka. uyda 4 kishi turaman-da, shuncha odam yashayapsan. Men aldi yuribsan. Yo, aka, hozir tug'ilgan kun bo'lyaptilar. Hammasi hozir chiqib ketadi. Tug'ilgan kun. Ha, unda yaxshi. Ekan tabriklayman, katta bola bo'lgan. Bolalar kvartira egasi kelib endi nima qilamiz? 4 kishi turamiz deganmiz, 14 kishi turamiz. O'tgan safargidek aldaymizmi? Tug'ilgan kun bo'lyapti deb. Aka, nima qilsangiz ham shundan birinchi boshlang. Basharangiz. Mashina seni sog'ib ketdim. Bunaqa bo'lishini bilganimda olib bermasdim mashina. Nima bo'lgan bunga? Tilla topib olganmi? Yo'q, yangi mashina olgan. Assalomu alaykum. Shodi, do'stim, jigarim, mehribonim. Yangi mashina olganimni eshitdingmi deyman. Albatta, qachon yuvamiz buni? Qachon? Bugun? Men buni nazarda tutmovdim. Qachon haq berasan deb aytdim. Shodiyor aka, yaxshimisiz? Yangi moshina olibsizmi? Ma'ro bo'lsin. Rahmat. Uyga ketayotgandim. Tashab qo'ymaysizmi? Mayli. Tezroq yur, ozroq vaqtim yo'q-da. Olib ketyapsan. Qolding ol sen. Qara ketdim men. Yaxshimi? Nima qilyapsan? Ana quyosh tushmasin deb, tisib turibman zontik. Mani qishloqqa tashlab kel. Mayli. Ishlari yaxshimi? Bolalar shu yerda bo'lib turinglar, dadam qishloqqa tashlab kelay. Yaxshimisizlar? Zo'r ular.